Bugungi kunda ko'plab erkaklar kuchsizlik, charchoq, jinsiy faollikning pasayishi yoki o'zini qadrsiz his qilish muammosidan aziyat chekmoqda. Ayniqsa, 30 yoshdan keyin organizmdagi tabiiy testosteron darajasi asta-sekin kamayib boradi. Bu esa inson salomatligi, energiyasi va erkaklik kuchiga bevosita ta'sir qiladi. Testosteron bu nafaqat jinsiy quvvat, balki umumiy sog'liq, mushak kuchi, motivatsiya va bardamlik uchun javobgar asosiy gormonlardan biridir. Aynan shunday holatlar uchun tabiiy yechim sifatida biotribesteron tavsiya etiladi. Biotribesteron bu 100% tabiiy o'simlik ekstraktlari asosida biologik faol qo'shimcha bo'lib, uning asosiy tarkibi Tribulus terrestris o'simligidan iborat. Bu o'simlik qadimdan erkaklar salomatligini mustahkamlash, jinsiy quvvatni oshirish va kuch-g'ayratni tiklash uchun ishlatib kelinadi. Biotribesteron qanday foyda beradi? Birinchidan, organizmda testosteron ishlab chiqarilishini tabiiy ravishda faollashtiradi. Ikkinchidan, jinsiy quvvat va imkoniyatlarni kuchaytirishga yordam beradi. Uchinchidan, umumiy charchoq va holsizlikni kamaytirib, inson o'zini bardam va faol his qiladi. Sport bilan shug'ullanuvchilar uchun mushak massasining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Eng muhimi, biotribesteron kimyoviy va sun'iy qo'shimchalarsiz tayyorlangan, sog'liq uchun xavfsiz va ko'plab laboratoriya sinovlaridan o'tgan. Bugungi kunda erkaklar orasida jinsiy muammolar, ishtiyoqning kamayishi yoki o'zini to'liq his qilish kabi muammolar ortib bormoqda. Biotribesteron esa aynan shu muammolarning ildiziga ta'sir qilib, organizmdagi tabiiy gormonal muvozanatni tiklashga yordam beradi. Shuni unutmang, erkak kuchi faqat jinsiy hayot emas, balki o'ziga ishonch, sog'lom tana, bardamlik va hayotdan zavqlanishdir. Biotribesteron bilan o'zingizni kuchli, faol va ishonchli his qiling. Agar ko'proq ma'lumot yoki buyurtma berishni istasangiz, videoning tavsif qismidagi havola orqali Telegramdan yoki telefon raqamimizga qo'ng'iroq qilish orqali murojaat qilishingiz mumkin.